Gipsoblok tayyorlash jarayoni. Mana suvni quydi. Gazoblokni atqoti. Bu zichlikni ochirib beradi yuqori. Nami bor. Sementi bor. Gips soldi bir qop. Penani qo'shdi. Üçte gips çıkıyaptı bir qopdan. 3'ü 2. 3 emas, 3'ü 2 ozgina ortiq qolyapti. Mana gipsobloklarimiz. Ertalabki ish jarayonimiz mana shu. Yog'li bu sex. Boshlagandan keyin ishini ertalab soat 7. Bu gazoblok va atqotini hamma narsaga qo'shib chiqishimiz kerak. Bo'lmasa sig'may ketadi. Mana shu gazoblokka qo'shish boshlandi buni. Mana urib qo'shiladi, mishalga maydalab yirtib yuboradi. Buyog'i shlakablok. Ikkita apparatimiz bor, bolalar ishlab yotishibdi mana. Bir tarafda iplov boshlangan. Bu yoqda mana akamiz mana gazoblok toshyaptilar. Assalomu alaykum. Voy, ana qani reklama, ey! Furqat. To'xtab turing, anaga qo'yib turing onaga. Raysib. Yiqitdingmi? Asini o'zing olasan, quruvchi bilan. Bu yoqda gazoblok. Bu yoqda hormaylar. Mahsulotlarimiz juda yuqori chiqyapti, xudoga shukr. Alloh, Oybekjon, keldingizmi? Mana qirralari, burchalari, sifati, zichligi. Mana juda ham. Mana kecha quyilgan ishlar o'zi toshilyapti. Tashqariga olib chiqishyapti mana. Domla qalay? Charchamayapsizmi? Yo'q. Hop. Qiziq shu ishlab chiqarish, gazoblok, shlakablok, penablok ishlab chiqarish biznesi kimyoda qiziq bo'lsa, biz o'rgatishga tayyormiz. Retseptlarni berishga, hammasini pulga emas, bekorga. Kimdir nechtadir odamni ish bilan ta'minlasa, mana O'zbekiston xalqimiz, o'zimizning qora ko'zlarimiz chetga chiqib, g'ayridinni qo'lida xizmatkor bo'lmasdan o'zimizda biznes rivojlansa, biz qo'ldan kelgancha vaqtimizni sarflab o'rgatishga, yo'l yo'riq ko'rsatishga, ozgina ko'p bergan bilimimizni berishga tayyormiz. Kimga qiziq bo'lsa qilish kerak, Allohga tavakkal. Hozir misol bolalar aytadi, pul kerak. Biznesga deydi-yu, pul kerak emas, avvalo niyat kerak, qaror kerak, qat'iy qaror kerak, shijoat kerak, harakat kerak. Bo'ldi. Dunyoda ko'p biznesmenlar pul bilan boshlamagan, juda kam pul bilan boshlagan. Mana hozir mana
reklama harakat mana budjetda raqamiz chiqib ketyapti mana reklamasi bilan o'zi. Assalomu alaykum. Tog'a, charchamayapsizmi? Mazan yaxshimi? Zo'rmi? Yaxshimisiz? Toshyapsiz? Ha, bo'ldi shu. Reklamada bu. Ketyapti mana. Har bitta ketayotgan. Har ketayotgan mahsulotga shunaqa urib jo'natamiz. Nimaga? Tochka kasani, svetoforda to'xtaydi, qayerdadir nimagadir to'xtaydi, ko'radi. Orqasida ketayotgan mashina ko'radi. Xullas shunaqa. Bu yoqda tayyor turadi. Bitta xodimimiz o'zi tas hammasiga sepib jo'natadi. Kimga qiziq bo'lsa shu bizneslar qo'ldan kelgancha o'rgatamiz. Alloh yo'lida bir so'm ta'ma qilmasdan. Shundoq rivojlanish uchun o'sha odam 4 ta, 5 ta, 10 ta biz sababchi bo'lib kelajakda minglab kerak bo'lsa ish odamlari ish bilan ta'minlashga ozgina bo'lsa ham hissamiz qo'shilib bo'lsa xursandmiz. Baribir bu dunyodan olib keta olmaymiz, hammasi qoladi. Даже ustimizdagi mana shu terimizda ham arendada o'tiribmiz. Bu ham bizga vaqtinchalik berilgan. Bo'ldi, buni ham tashlab ketamiz. Shuning uchun insondan yaxshilik qoladi. Hozirgi o'sha Rossiyada ishlab yurib yoki bo'lmasam chetda ozgina pul jamg'argan ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, o'rgatamiz hammasini, yo'l yo'rig'ini, sir asrorini. Shunaqa gaplar.